Assalomu alaykum, Hayot balansi kanaliga xush kelibsiz va siz to'g'ri ovqatlanasiz, siz hayotingizga befarq emassiz, lekin baribir vazn olayotgan bo'lishingiz mumkin. Bunday holatlar sizda kuzatilayotgan bo'lsa, siz to'g'ri manzildasiz va bugun sizning savollaringizga javob beraman. To'g'ri ovqatlansam ham, dieta qilsam ham vaznim o'zgarmaydi yoki mening vaznim yana ham ortyapti. Bu savol juda ham dolzarb mavzu va siz bu video orqali nima uchun shunday bo'lishini bilib olasiz. Hayot balansi kanalini kuzatishning eng chiroyli qoidasi bu unga obuna bo'lib qo'yish. Natijada siz ko'plab insonlarga ushbu qimmatli ma'lumotlarni yetib borayotganini ta'minlab berasiz va sizni o'zingiz ham qaysidir ma'noda savobga sherik bo'lasiz. Endi esa boshlaymiz. To'g'ri ovqatlanish natijasida ham semirish mumkin. Lekin meni oldimga keladigan ko'plab patsientlarimda men to'g'ri ovqatlanaman deydiganlarini o'zini 3 ta xatosini keltirib beraman. Masalan, aynan bugun bo'lgan voqea haqida gapirib beraman. Patsientimdan so'radim, ertalab nima yeysiz? Ertalab men sariyog' yeyman, 2 ta tuxum yeyman. Qanday sariyog'? Shunchaki oddiy magazinda sotiladigan margarin sariyog'ni iste'mol qiladi. Ko'pchilik slivichniy maslo deb nomlaydigan narsa ham u trans yog'lar yig'indisi hisoblanadi. Uning tarkibida juda sifatli yog'lar yo'q. U tabiiy sariyog' emas. Men qaysidir sariyog' kompaniyasi yoki sariyog' ishlab chiqaruvchilari bilan dushman emasman. Qaysidir brendni esa yomonlash niyatidan umuman uzoqdaman. Lekin bor, siz ertalab agar xuddi shunaqa yog' yeyishni boshlab zo'r ovqatlanaman deb o'ylayotgan bo'lsangiz, tamoman adashasiz. Shuning uchun eng muhim narsa siz ertalabki nonushtani o'zidan xato qilmaslikni boshlashingiz. Agar ertalabki nonushtani qilayotgan bo'lsangiz, eng katta xato esa ertalabki nonushtani qilmaslikdir. Ertalabki nonushtani qilmaslik natijasida organizm umuman tanani to'ldirib berish kerak bo'lgan energiya qiymatini ola olmaydi. Natijada u kun davomida kerakli energiya manbaiga ega bo'lmaydi. Kechga borib esa sizning tanangizda leptin hamda grelin degan ishtahani qitiqlovchi gormonlar uyg'onib ketadi. Tana o'zi och, energiya ko'p sarflandi, keragidan ortiqcha va natijada biz zaxira tuzishimiz kerak degan xulosa qilinadi. Hamda buni tana o'zi uchun yog' manbai sifatida bugun yeyilayotgan kechki ovqatdan yig'ib oladi. Natijada sizning jigaringiz ishlab chiqarayotgan 60% dan ko'p xolesterin jigar hujayralarining atrofida qolib ketadi. Buning oqibati esa sizning jigarlaringizda jirovoy gepatoz, to'g'riroq qilib aytganda o'zbek tilida yog'li gepatoz jarayoni, jigarning yog' bosishi kechadi. Bu shunchaki jarayon deb o'ylaysizmi? Yo'q. Bu shunchaki jarayon emas. Aynan yog'li gepatoz bu sirrozning ukasi hisoblanadi. Yog'li gepatozdan so'ng esa sirrozga o'tish juda ham osondir. Sirroz jarayoni haqida juda ham chuqur va gepatologik mutaxassislik bilan gapirib beramiz. Bu mavzuni kelajakdagi videolarimizda ko'rishingiz mumkin. Endi eng muhim narsaga to'xtalaman. Agar siz taningizni zaharlamasangiz, masalan, alkogol yoki chekish kabi zaharli moddalardan uzoqda yursangiz, siz birinchi navbatda nonushta qilishni boshlashingiz kerak. Ikkinchi navbatda nonushtada oqsilga boy mahsulotlarni iste'mol qiling. Yana bir narsani aytib o'taman. Sut ichish bu juda ham to'g'ri ish emas. Sut bu voyaga yetmaganlarning ovqati hisoblanadi. Ya'ni u buzoqchalarning ovqati va uni muntazam ravishda ko'p iste'mol qilish esa erkaklarda prolaktinni, ayollarda ham prolaktin hamda estrogenni ko'payib ketishiga sabab bo'ladi. Natijada esa vazn olish jarayoni yuzaga keladi. Vazn olish jarayoni bu juda ham murakkab jarayon, lekin biz uni osonlashtirib qo'yamiz. Ikkinchi masala. Meni 130 kilolik bitta patsientim o'zimni ishxonamda ishlaydi va u kishini ozdirish uchun yordam berayotgan edi. Shunda bir narsani ko'rib qoldim. U kishi berberin, inozitol iste'mol qiladi, lekin ketidan bitta flash ichadi. 500 ml flash yoki umuman istalgan energetikda taxminan yarim litrida 54-60 gram orasidagi qand bo'ladi. Bu miqdor bizning tanamizga faqatgina kirib kelishi kerak bo'lgan bir kunlik energiya manbaini deyarli ta'minlab beradi. Lekin siz bunaqa uglevodlardan qanchasini kiritasiz? Masalan, bir kunlik uglevodlar miqdorini o'sha patsientimda hisoblab ko'rdik.
bir kunda taxminan 220 grammga yaqin shakar kiritadi. Buning natijasida u bir oy ichida 127 kilodan 138 kiloga, ya'ni bir oy ichida plus 11 kiloga semirgan. Va natijada uni ko'tarib turgan oyoqlarida muammolar yuzaga kelgan. Shunday holatlar bo'lmasligini istasangiz, siz ham shakar iste'moliga e'tiborli bo'lishingiz kerak. Endi oq shakar, oq zahar. Kelinglar, men shakarni yomonlamayman. Lekin shakarni doimo iste'mol qilish yoki qilmaslik bu o'z qo'lingizda. Eng muhim narsa esa sizning irodangiz hisoblanadi. To'g'risi, men o'z mutaxassisligimdan chiqib psixologik yondashuv muhimligini tushunyapman. Chunki siz psixologik yetishmovchilik hissida bo'ladigan bo'lsangiz, u ongdagi yetishmovchilik o'zini to'ldirishga harakat qiladi. Masalan, yolg'izlik hissi yoki bo'lmasam uyquga to'ymaganlik. Bular hammasi sizni boshqa joydan nimadir bilan ovunishingizni talab qiladi. Masalan, shakar bilan. Yoki bo'lmasam chekishni o'rganasiz. Chekishni o'rganasizmi yoki shakar yeysizmi, farqi yo'q. Ikkalasi ham sizni tamom qiladi. To'g'ri, bu hayotda yashash doim muqarrar bo'lgan o'lim tomon yo'ldir. Lekin har doim ham hamma ham bir xil yo'ldan yurmaydi. Siz qanchalik sog'lom bo'lsangiz, hayotingiz shunchalik balansli va go'zal o'tadi. Shuning uchun siz shakar iste'molini to'xtatishingiz kerak. Buni men qanchalik kuyinib aytayotganimni siz qalban his qilishingizni juda ham xohlayman. Ikkinchi xato. Shakar haqida juda ko'p ma'lumotlarni aytib yubordik va ikkinchi eng katta xato. Protein yetishmovchiligi. Aynan protein yetishmovchiligi uchun sizning tanangizda oqsil balansi, oqsil energetik yetishmovchiligi yuzaga keladi. Xo'p, endi protein yetishmovchiligi qanday bo'ladi? Dunyo aholisi 1999-yilda deyarli umuman proteinga to'yina olmagan. Va oradan 27 yil o'tgan bo'lsa ham 2026-yilgacha haligacha protein tanqis mahsulot hisoblanadi. Protein manbalari juda ham ko'p, lekin uning eng sifatli manbasi bu go'sht va tuxumdir. Undan boshqa eng sifatli manba yo'q. Shuning uchun doim go'shtli va tuxumli narsalarni iste'mol qilishga harakat qiling. Eng muhimi esa sizning tanangizda agar keto diyeta qilmoqchi bo'lsangiz, bunda shakarni kamaytirishingiz, qoningizda keton tayoqchalarini hosil bo'lishi uchun sharoit yaratib berishingiz kerak. Bunday paytda sizga toza protein kerak bo'ladi. Proteinlarning turlarini bilishni istasangiz, alohida videomiz uchun sizga ko'rsatma beramiz va bu videoga qanchalik ko'proq like yig'ilsa, protein turlari haqidagi videoni chiqishi shunchalik osonlashadi. Endi ozayotgan odamlarga nazarimizni qaratamiz. Ozayotgan yoki sog'lom turmush tarzi tarafdorlari. Hurmatli do'stlar, iltimos, siz sog'lom turmush tarzi tarafdori bo'lsangiz, protein iste'moliga e'tiborli bo'ling. Va ozmoqchi bo'lsangiz, protein iste'mol qilmasdan ozishga urinmang. Chunki shunchaki birinchi navbatda siz glikogenni sarflaysiz, keyin glyukozaga o'tasiz. Glikogen sarflanib ketgan paytda mushak hujayralari kuchayib qoladi. Natijada undagi suv yetishmovchiligi paydo bo'ladi va yana oqsil ham tugaydi. Shu paytda siz qonda yetarli oqsilni beradigan bo'lsangiz, mushaklaringiz ertasi kuni yuklamani 2 baravar kuchlanish bilan kutadi. Natijada mushaklaringiz o'sadi, yog' esa eriydi. Lekin aksini qilayotgan bo'lsangiz, kechirasiz, siz ozmaysiz. Ozgan taqdiringizda yana qaytib 2 baravar ko'proq yog'ingizni yig'ib olasiz. Va proteindan keyin eng muhim narsa va eng hozircha arzon bo'lgan narsa suvga to'xtalamiz. To'g'ri, suv hozircha arzon va bu uzoqqa bormaydi. 2026-yil ma'lumotlariga qaraganda ekologiya shu darajada yomonlashib ketyaptiki, hozirgi Eron-AQSh munosabatlari ham yoki bo'lmasam siyosiy muammolar ham bu ekologik muammolar oldida sariq chaqalik ham emas. Hozirda hech kim ekologiya haqida o'ylamayapti. Har kuni hattoki men ham ekologiyani buzilishiga o'z hissamni qo'shaman. Masalan, qandaydir bir transportda ishga boraman va magazinning o'zidayoq plastikli idishda narsalarimni olib chiqib ketaman. Va u plastik qayerga tushayotganini umuman o'ylamayman. Shuning uchun siz ekologiyaga e'tiborli bo'ling. Farzandlaringiz sog'lom yerda yashashini xohlasangiz, eng muhim narsa sog'lomlikni xohlasangiz, sog'lom aql
bo'lishiga e'tiborli bo'lishingiz shart. Va bu bizning tashviqotimiz, bizning kuyinayotganimiz nafaqat bitta sizning hayotingiz uchun, balki bolalaringiz, nevaralaringizning hayoti uchun muhim. Bu uchun nima qila olamiz? Ekologiyani o'zgartirish har birimizning qo'limizda. Ekologiya havo yomon, ifloslangan. Yo'q. Siz o'zingiz ham nimadir qila olishingiz mumkin-ku. Shu narsani o'ylab qo'ying. Hayot balansi kanalidan uzoqlashmang, suv ichishdan uzoqlashmang. Suv chunki hujayrangizni eng kerakli muhiti hisoblanadi va barcha organik reaksiyalar, hattoki anorganik reaksiyalar ham suv muhitida bo'ladi. Shuning uchun kunida har bir kiloingiz uchun 30 ml suv ichishni unutmang. Hayot balansi kanaliga like bosish ham suv ichish kabi muhim hisoblanadi. O'zingizni ehtiyot qiling.